Eron va AQSh Pokistondagi muzokaralarda urushni to'xtatish bo'yicha kelisha olmadi. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance Eron bilan 21 soatdan ortiq davom etgan keskin muzokaralar urushga barham beruvchi tinchlik bitimi bilan yakunlanmaganini ma'lum qildi. Biz eronliklar bilan bir qator mazmunli munozaralar o'tkazdik. Bu yaxshi xabar. Yomon xabar shundaki, biz kelishuvga erisha olmadik va o'ylaymanki, bu Amerika Qo'shma Shtatlaridan ko'ra Eron uchun ancha yomonroq xabardir. Biz shunchaki eronliklar shartlarimizni qabul qiladigan vaziyatga kela olmadik, dedi Vance. U Qo'shma Shtatlarning Eron bilan muzokaralarda yadro quroli masalasi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini hamda prezident Trampning asosiy vazifasi Tehronning hozir ham kelajakda ham yadro qurolga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaslik ekanini ta'kidladi. AQShning muvaffaqiyatsiz tashrifi yakun topdi. AQSh delegatsiyasi muzokaralardan chiqib ketdi va Eronga quyidagi shartlarni o'z ichiga olgan yakuniy taklifni qoldirdi. Uranni boyitishni to'xtatish, boyitilgan uranni olib chiqish, Hormuz ustidan nazorat, Livanda sulh kafolatlanmaydi. AQSh Eronga qarshi urush uchun qurol tashishni davom ettirmoqda. Tomonlar sulh tuzishga erisha olmagani tufayli AQSh Britaniyaning Raffair-Fort aviabazasiga o'q-dori yetkazishni davom ettirmoqda. Bazada joylashtirilgan strategik bombardimonchi samolyotlar jangovar holatga keltirilgan. AQSh Eron muzokaralari muvaffaqiyatsiz yakunlangan bir paytda Isroil armiyasi Livanga hujum boshladi. Sahal matbuot kotibi hujum tasvirlari bilan bo'lishdi. Trump muhokamalar muvaffaqiyatsiz tugaganidan keyin o'z sahifasida shunday post joylashtirdi. Agar Eron egilmasa, prezidentni qo'lidagi Trump kartasi dengiz blokadasi bo'ladi deya post qoldirdi. Fox News AQSh harbiy dengiz flotining Eron sohillari yaqinidagi joylashuvi tasvirlarini e'lon qildi. Benyamin Netanyahu Isroil nazorati ostidagi Livan hududiga tashrif buyurdi. AQSh armiyasi askarlari Yaqin Sharqda Patriot mobil raketaga qarshi mudofaa tizimiga texnik xizmat ko'rsatmoqda. Dunyo yangi jahon urushi davriga kirmoqda. The New York Times nashriga ko'ra, Ukraina va Erondagi mojarolar bir-biri bilan bog'lanib bormoqda va yirik davlatlar hamda ularning ittifoqchilarini global qarama-qarshilikka tortib ketmoqda. Bu jarayon dunyo urushiga o'xshash umumiy global konfrontatsiya shakllanayotganini ko'rsatmoqda. Davlat rahbarlari tobora harbiy kuchini asosiy ta'sir vositasi sifatida qo'llamoqda. Mahalliy mojarolar esa bir-biriga to'g'ridan to'g'ri ta'sir o'tkaza boshlagan deya post qoldirdi The New York Times.